Assalomu alaykum, yana bir marta hurmatli obunachilar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz bilan sizlarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Mashinamizning sostaniyasida gap bo'lishi mumkin emas. Balonlari toza holatda. Mashinamiz vobshim gap bo'lishi mumkin emas degan Spark. 2012-yilda ishlab chiqarilgan mashina bu. Rangini e'tibor etasizmi? Ranglari ham neobishli. Birinchi bo'lib Sparklar chiqqan vaqtda shunday svetda chiqqan. Zo'r rang. Spark'a tushadigan svet, hurmatli obunachilar. Bu mashinaning eng qiziqarli yerine keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, ini. Avtomat korobka 2012-yil. Mashinamizning probegi 172 ming yurib turibdi. Ichki holatlari ajoyib, mat yuribdi. Qirchilgan hech qanday defekt yo'q mashinamizda. Mashinamizning krassasiga keladigan bo'lsak, yuzi o'ng tarafda bir krelda kraska bor, yuzunda attak ichini o'tgan udar yo'q. 3 krelda bor, arka kaputda ozroq kraskasi bor. Hurmatli obunachilar, bahası 62 milyon so'm, üstünde savdosi bor, barter xizmatlarimiz bor. 15-20 milyon pulum bor, lekin şu Spark'ni olaman deb yurgan do'stlaringiz, xohlasanglar kredit variantlarimiz bor. Xohlasanglar bu mashinani generalni bilan beramiz. Xohlasanglar оформление qilib olib ketasizlar. Hurmatli obunachilar, videolarimiz yoqsa like bosinglar, podpiska bo'lmaganlar podpiskani bosib qo'yasizlar. Shunday mashinalar bilan tanishtirib borishni davom etamiz. Xudo xolasa mashinalarimiz ko'p. Amrabat avtosavdo bemalol kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Keyingi mesele, mashinalarning bo'lsa, Damazmi, Cobaltmi sotaman deb yurganlar bo'lsa, bemalol nomerlarimizga telefon etasizlar. Kelaveramiz shora. Mashinalarni sotib olamiz. Eğer yo'q, sotaman shu mashinalarni, sotavermay yuribman, sotib bering degan nelar bo'lsa, bemalol mashinalaringni aytib kelasizlar. Shora Chartakda soyada turadi. Sotib berish xizmatlarimiz ham bor. Mashinalaringizni sotamiz. Damaz bo'lsin, Cobalt bo'lsin. Damaz so'rab turgan obunachilarimiz bor. Cobalt so'rab turgan 14-15-yil shunday obunachilarimiz bor. Bemalol telefon nomerlariga bog'lanasizlar. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.